kardiomiyopatiyalardan dilatatsion kardiomiyopatiya haqida gaplashib chiqamiz. Demak, dilatatsion kardiomiyopatiya nima? Bu yurak kameralarining kengayib ketishidan va yurak otib berish, qon otib berish funksiyasining tushib ketishidan, xuddiki yurak yetishmovchiligi klinik belgilari bilan namoyon bo'luvchi yurak kasalligi hisoblanadi. Ya'ni devorlari yupqalashib ketadi va yurak razmerlari kattalashib ketadi. Yurak kameralari razmeri, ya'ni miokard muskullari, hujayralar mana shu holatdan bu holatga o'tadi. Ya'ni yupqalashib, kengayib ketadi. Endi bu holatda nima qilishimiz kerak? Ya'ni bu jarayon xuddi yurak yetishmovchiligi klinik belgilarini namoyon qiladi. Ya'ni yurak yetishmovchiligini qanday davolasak, buni ham xuddi shunday davolashimiz mumkin bo'ladi. Bunda nima qilish kerak? Ya'ni preloadni kamaytirish kerak bo'ladi. Bunda yurak kameralari kengayib, qisqaruvchanlik tushib ketganligidan yurakka kelayotgan qon tomirlari dimlanish bo'ladi. O'sha dimlanishni oldini olish maqsadida, ya'ni yurak yaxshi qon otib bermayapti. O'sha hisobiga yurakka kelayotgan qon tomirlari dimlanish bo'ladi va preload ortib ketib qoladi. Uni kamaytirish uchun bemorga diuretiklar berishimiz kerak. Ya'ni bu jarayonda o'pkada shishlar, oyoqlarda, qorin bo'shlig'ida shishlar bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun o'sha suyuqliklar chiqarib olish maqsadida diuretiklar berishimiz mumkin va suyuqlik ichishni cheklashimiz kerak bo'ladi bemorga. Endi keyingisi afterloadni kamaytirishimiz kerak. Ya'ni yurakdan chiqayotgan yuklamani kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Bunda yurak qon otib berish funksiyasi kamaygandan keyin o'z-o'zidan renin-angiotensin aldosteron sistemasi faollashib ketib qoladi va qon tomirlar torayishga olib keladi. Endi biz mana shu qon tomirlarni APF ingibitorlar yoki sartanlar berish orqali qon tomirlarni ozgina kengaytirsak, qonni bemalol otib berishga sababchi bo'lamiz. Keyingisi qisqaruvchanlikni orttirish kerak. Ya'ni gaplashib o'tganimizdek, qisqaruvchanlik tushib ketib qoladi. O'sha holatda qisqaruvchanlikni orttirishlik uchun digoksin preparatini yaxshi tanlov sifatida qo'llasak bo'ladi. Keyingisi antikoagulyantlar berishimiz kerak bo'ladi. Chunki yurak kameralari kengaygandan keyin, ayniqsa bo'lmachalar kengaygandan keyin bo'lmacha fibrillatsiyalarga moyillik bo'lib qoladi. O'sha holatda bo'lmacha fibrillatsiyasi bo'lgandan keyin u joyda tromb hosil bo'ladi va har xil tromboemboliyalar keltirib chiqarishligi mumkin. Buning uchun oral antikoagulyantlar berishimiz mumkin yoki-da varfarin berishimiz mumkin bo'ladi. Va yana chap qorinchani razmeri kengayib ketgandan keyin u joyda qon turib qolish ko'p bo'ladi va katta tromboemboliyalar hosil bo'lishligi mumkin. O'shani oldini olish uchun albatta antikoagulyant berishimiz kerak. Endi remodullanishni kamaytirishimiz kerak. Ya'ni bu jarayonda qon otib berish funksiyasi kam bo'lgandan keyin o'z-o'zidan taxikardiyalar bo'ladi. Ya'ni simpatik nerv sistemasi, renin-angiotensin aldosteron sistemasi faollashib ketib qoladi. Shuning uchun taxikardiyalarni oldini olish uchun beta blokatorlar va renin-angiotensin sistemasi uchun APF ingibitorlari yoki sartanlar, renin-angiotensin aldosteron sistemasini bloklashlik uchun aldosteron antagonistlarini bersak bo'ladi. Endi fraksiya vibris, chap qorincha otish fraksiyasi 35% dan kam bo'lgan holatlarda, bu holatda juda ham ko'p qorincha taxikardiyalari yoki qorincha fibrillatsiyalari hosil bo'lish foizi juda ham ko'p bo'ladi. Biz o'shani oldini olish uchun, ya'ni to'satdan yurak o'lim xavfini oldini olish uchun avtomatlashtirilgan yurak defibrilyatorlarini implantatsiya qilib qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ayniqsa resinxronizatsion terapiya qo'shilgan defibrilyator, ya'ni CRTD yaxshi foyda beradi. Chunki bu bemorda gipsustami, chap oyoqchasi to'liq blokadasi ham ko'p hollarda uchrab turadi. Va oxirgi chora yurak transplantatsiyasi hisoblanadi.